Oshlam sizga yoqdimi? Ha. Gaplashgan bo'lamidingiz? Gaplashgan bo'lamidingiz? Qanaqa o'qishda o'qiysiz? Psixologiya. Psixolog bo'lasizmi? Yo'qsa chiqishlar. Yo'q biladi. Prokuror bo'ladi. Psixologiya. Nima deganda bu? Haligi bunday odamni ko'ziga qarab turib, aldayapti, aldamayapti bilolmaysiz ekanda. Ash narsalarni ham o'rgatami o'qishda? Ha, uni oddiy odam ham biladi. Shu o'rinda qo'shib aytib ketaman jigarlarim, hammanglar Dragon Lore Alpa'da o'ynaginglar keladi bilaman. Shu Dragon Lore Alpa'da loot qilish uchun shu GG dropga kirsanglar jigarlarim bir 100 xildan oshiq keyslar bor. Hozir Lupo'ga kirib turib ko'rasizlar. Shunda ochamiz, normalistga ochib ketamiz ko'rasizlar jigarlarim. Lupo qaysi ko'zimizga yaxshi ko'ringanida bitta tanlayman. O, moga yomon chiroyli turibdimi? Oo! Damnu naxuy. Tak. Ay. 8,5 minut. Jigarlarim, sizlar ham nosh pirchatkalarda o'ynab yurginglarga to'g'ri. Shu nosh pirchatkalarni olishni xohlasanglar, omadli promokod ishlatishinglar shart mana menga. Men promokod degan joyga Tero promokodini kiritsanglar 9% solgan pulinglarga qo'shib beradi. Tak что birodarlar, klik, humo, viza hamma yo'q bor. Pastga ссылка orqali o'tamiz, ro'yxatdan o'tamiz va omadinglar sinab ko'ringlar. Давайте. Tipa mimikalaridan haligi odam yolg'on gapirsa labini tishlaydi deydi-ku, bunaqa qilib o'zidan-o'zi. Mana qilib haligi har xil движениялari bor o'zi. Shularni o'rganasizlar-da, to'g'rimi? Shunaqa. Psixologiya o'zi nimaligini o'rganamiz. Unda yaxshi, zo'r sohani tanlabsiz. Ha, yo psixologiyada yaxshi o'qiysizmi hozir? Endi o'zingizdan yo'nalishingizda? Diplomni bersam bo'ldi, deyapti. Ha, yaxshi o'qimaysizmi? Chista Biroz savolim bor edi. Berchi bilar balki. Bitta oshlam rosa menga tuhmat qiladi-da. Ashla vaziyatda men nima qilishim kerak? Odam psixologiyasiga kirmaydimi mana shu narsa? Блять, что за хуй? Toshnam suv ichadi-da har kuni ertalab turib. Men nima qilishim kerak? Yo'q, tuhmat qilganda o'zini qanday tutish? Psixologiyaga kirmading. Psixologiyaga kirmadim shori. Chiziq qo'ygan. Sen hozir ashna narsa deyapsan. Siz o'qimaysiz ekan bildik. Yo'q, sen gapingdan to'g'ri chiqdi da. O'qimaysiz ekan. Qanday g'alati chiqadi? Qanday g'alati chiqadi? Bitta oshnam tuhmat qiladi mendan deyapsan. Ha, bitta rosa ko'p tuhmat qiladi boz. Keyinchi ha, tuhmat qilganda men o'zimni qanday tutsam, ashunda tuhmat qilganligini isbotlab bera olmayman mana. Savolimni oxirigacha yetkiza olmadim. Opa sudyaman demayapti, psixologman deyapti. Talbayap, hayot dardlaringga. Qarang, o'zingni tipa haligi hayotingni gapirib berchi, haligi mana qana qiynalyapman deysan sen. Tipa opa ashunga qarab maslahat beradi, tushunyapsanmi? Psixolog shunaqa bo'ladi. Mana aytyapman, oshdan ko'p tuhmat qilyapti, men shundan qiynalyapman. Vot, mana psixologlar endi gaplashyapmiz. Ha, endi. Tushundingmi? Da. Nima qilishim kerak? не знаю. Aytasiz boshlaysiz bilan gaplashishni. Sizlar bir-biringlar gapiryapsizlar. Da, meni tuhmat qilaman ekan buni gapirish bo'yicha. O'zi streamerlardan kimni bilasiz? Man Abuser только. Da, legenda. Qanaqa bilasiz? Yo, reelslar yoqadimi? Reelslar yo'q shekil. No, tipo ko'rganman bitta o'sha kontrol o'ynayotganlarni, tak нет. Ha, siz ham kontrolngisan hali. Yo'q. Nima fanatlari qo'yib yuborishadi-yu, nima deysizlar? Ha, tipa u karizmasi yoqqan sizga, to'g'rimi? Da, anu. Shundan tanib Prям qolgan. откровенно. Da, yaxshi odam. Telefon qilib bering, qo'lisini bering. Qayerlisiz siz? Toshkent. Toshkentlik? Yaxshi. Yana bitta gay streamer bor. Eshitmaganmisiz? O'zbekistonda gay streamer. Gay? Da, prям gay. Hali o'g'il bolalar bilan gaplashib faqat o'g'il bolalar. Ikkinchi Asqar Tog'u degani, tipa ko'rmaganmisiz? Yo'q. Naturi bitta gay borda, bilan stream qilib o'tiradi, o'g'il bolalar bilan o'pishib, masalan. G'alati-da. Serios? Da. Ana shuni yana birovlar gapirib yurmay. Tipa mo streamerlar, qanaqa streamerlar taniysiz desa, meni taniyman deb. Ben naturi. Ani yolg'on bo'lganimda gapirmardim-ku men ham streamda. Siz anu TikTokda o'tirib nima efir qiladiganlar aytyapsizmi? Yo'q, o'zi YouTube'da bizaqa stream qiladi. YouTube'da stream. Bu hozir. Ha, YouTube'da stream. O'zi hamma streamerlar YouTube'da stream qiladi. Men rasmini topdim, faqat rasmini topa oldim. Ko'rganman, menimcha ko'rganman. Siz boshqa joyga ko'rsatyapsiz. Bolalarga gaplashasizmi o'zi bunday tipa yigitingiz bormi? Tipa hali qizlar bo'ladi. Yo'q. Umuman gaplashmaganmisiz? Yo'q. Hozir men sizdan oldin biz Kirding yo'q deydi tipa. Yo'q. Bo'lgan, demayman-ku, g'alatiroqda. To'g'risida odam ko'ryapti. Nechta bola bilan gaplashgan? Nimaga gaplashmay qo'ydinglar? Seks nimada? Telefon qilmanglar unaqa.
dinamikada turibdi eshitadi unaqa qilmanglar. Ko'rdingizmi Qani biz demaydi bitta ekan. o'yin o'ynayapti sizdan oldin. Aslida endi siz bilan ham o'ynamoqchimiz agar o'ynayman desangiz. Qanaqa? Ha yo o'yin. Ha? Ha yo o'yin bor-ku. Ha, bu qani o'ynab. Hali mana men sizga savol beraman. Mhm. Siz javobga faqat ha yo ishlatasiz, faqat teskarisini berasiz. Agar mana men qorami desam, siz ha demaysiz, yo'q deysiz. Aha. Bo'ldi. Tushundim. Ketdimi? Общий 8 ta savol bo'ladi. Faqat ha yoki yo'q deyishim Ha, faqat ha yoki yo'q. Keyin noto'g'risini aytishingiz kerak. Bu qorami desam, siz yo'q deysiz kerak. Ustingizda futbolkangiz oqmi desam, yo'q. Bu bolaning ismi Teromi? Men Ha, bilaman. bo'p. Boshqa odamda olib kelish kerak-da uni. Bo'pti, ustida futbolka qorami ketdi. Yo'q. Yo'q. Aytmang ismim. Ha, hop. Labingiz rangi qizilmi? Yo'q. Yo'q. Futbolkangiz qorami? Pomni, tim qorami? Polniymi? Ha, pomni, tim qorami futbolkangiz? Ha. Ha. Oshlam sizga yoqdimi? Ha. Gaplashgan bo'lamidingiz? Gaplashgan bo'lamidingiz? Ha. De Bruyne deyishni qo'yib yuboringlar. Domno nahvoy, Shoru. Yaxshi. To'xtingda siz hozir. Siz bilan keyin gaplashasiz. Bular geniy, yaxshi. Ha, ismingizni aytib Qaysi ko'rasiz endi. yarashadi? Xo'p, qaysi ism yarashadi? Nasvoy. Bundan tashqari. Qallam aytmaying. Mana misol uchun deyapman, misol uchun. Ya'ni gaplashing deyman. Mana shu bola bilan gaplashadigan bo'lamiz, tipa ko'chada ko'rib qolib tanishib. Qana savol. Yo'q, просто misol uchun deyapman. Misol uchun deyapman. Sayba. Bo'pti, sayba. Meni tuxmi o'zing gapi. Ya sen qiziqdim demi? Hop. Xayolimda. Menimcha yo'q. Nimaga? Endi hammani o'zini vkusi bo'ladi. Meni vkusim Siz pul deyapsiz, pul yoki sevgi desa pul deyapsiz. Sizni vkusi. yo'q. Ya, unda nima aloqasi bor senga? Ha, sizga qanaqa vkusi bor? Vkusingiz qanaqa o'zi? Vandami? Men o'zim bo'yim baland, shuning uchun menga такой balandroq, sal gavdasi kattaroq. Buni ham gavdasi katta, bo'yi bana tur, bitta tur. Xafa bo'l. Menga meshkasi как бы ja важный emas, no, urot ham bo'lish kerak emas-da. Endi men uni осуждать qilmayman, как бы menga emas u. Hamma o'zini bo'ladi-ku. Yurak jiz etish kerak-ku, tipi shunaqa bo'lish kerak. Gapir, nima gap? Qonni bo'lsa-chi, qonni bo'lsa. Dalqa yo'qmisan? O'zim deyapsiz, gavdali deyapsiz, gavdasi bor. Nima bo'pti qonni bo'lsa? Gavdam bor meni, qondim bor. Ha, bo'yi ham uzun. Ishto. Sizga to'g'ri keladimi, do'stim? Mana qondim. Qop-qora ekan. Tortma bilmayapti. Qora dedi. Kimni qora dedi? Sizni. Men rangim qora ekanmi? Sal qoraroq ekansiz-da. Yo'q, bu kamera shunaqa ko'rsatadi bizni. Ha, nima deyapti shoh? Ha, sizga qora bo'lyapti. Qora bola. Yoqadi demadim, shu yoqmaydi deb aytdim. Yo, do'stim, ol. Rassist ekan. Rassist. Eban ekansiz dahuya danab tashadim birontasiga rahmat demadiz denihi endi keremas rahmatingiz ha yana aytgancha anu qizni Zaybal ujesa kepi qiling. Eshityapti hamma gapingizni deyapman. Ati provokatsiya qilyapsiz. Rahmat. Ha, oqsaru deysiz, menga ichida qandaydir haqorat bo'lyapti. Tipa men ham oqsarumanda. Tipa saru qatta botyapti. Instagramingizni bersangiz, yana gaplashib turamiz. Mayli, qarang shonimizga. Mayli, nima bo'lsa siz bilan yana gaplashamiz-ku, biz ketdik. Biz ham charchadik, anchadan beri stream qilyapmiz. Daya. Mayli. Bismillah. Charchayman. Bahora. Bratım, береги себя. Gaplashamiz еще. Mayli. Ha, spokойно. Hormayli. Olmayapsiz, jigarim, o'zingiz qalaysiz? Charchamayapsizmi? Tanidim, okaman. Mobolanimi? Futbolistmi? Imo bilan tanımayapsizmi? Yo, bilan ko'rmaganman. Qanday? Galatasaray Beşiktaş'ta o'ynaydi. Yo, TikTok'da ko'rardim, ammo TikTok kirmayman, okay. Hali ko'rmadingizmi? O'zi futbol ko'rasizmi? Yo, bo'pti, men o'zim maqtangim kelmaydi, lekin bo'pti sizga informatsiya uchun aytib ketaman. Hozir hammasi endi kibir deb haligidan. yo, bemalol, noto'g'ri tushunmayman, okaman. Turkiya komandasi sotib oldi-yu, Turkiya komandasi. Eshitmadingizmi buni?
Men futbolga qiziqmayman-da, oka. Qanaqa sportga qiziqasiz? Dushi jigar. Men yoshligimda qiziqardim, ma'lum bir sababli ko'ra sharoitim to'g'ri kelmagan qiziqishlashib ketganman, oka. Atay, oldinda futbolist o'tiribdi, biznes taniqli futbolist o'tiribdi, lekin siz hozir tanimayman deganingizga g'alati bo'lib ketdi. Bittaga olib ko'raman, oka, bir Instagramdan qidirib ko'raman. Ha, mana ATM deb qidirib ko'ring. Yaqinda Yevropaga chiqaman jigar. Dog'lisi. Ha, o'zbek turinglar, pateshka qilib turinglar-da. Pateshka qilyapsizlar-ku. Shunaqa qilib tursanglar, chiqamiz. Nega normalniy Turkiya komandasi Yevropaga nima endi videoga olyapsiz? O'sha oldimda Instagramdan qidirib ko'raman dedim. Ha. Ammo ruxsat bermayapti, buni kontrakti bor-da, prosta. Kontrakt bo'yicha bu biz tanimayapti, aytdimmi, hozir bitta olamanda Instagramdan qidirib. prosta kontrakti bo'yicha bu hammani ham videosiga tushmash kerak-da, tipa. Siz hozir buni videoga olasiz-ku, keyin Instagramga qo'ysangiz, tipa sizga prosmotr tegib ketadi-yu. Keyin bu bilan sponsorlar kontraktni uzib tipa sen birovlar videosiga chiqib beryapsan. Biz senga naqd pul to'layapmiz deb. Bular ishtoningiz tushdimi? Bardovi oka. Tushdimikin deb. Pushti. Yo'q. Biznesda. Qayerlisiz? Toshkent. Toshkentlikmi? Gap yo'q jigarim. Mayli, ammo xap bo'lgan deb bo'ldi. Shunaqa futbolistlar tanimayapsizlar, bilay. Yo, men oka seriyozda qiziqqan bo'lganimda sirasi bittada tanirdim-da. Ha, eslab oling, ismini ko'rsat, boy bitta. Bu Adem bo'ladi. Adem Husayn bo'ladi. Qani ismi? Yo'q. Yo'q, qanday Ademni tanimash mumkin? Beşiktaşda o'ynaydi. Beşiktaş, Turkiyada. Beşiktaş'tanmisiz? Da. O o'zbek qaysi klubda o'ynagansiz o'zbeklar? Paxtakorda o'ynadi, birinchi Andijonda o'ynagan. Yo'q, Paxtakorda o'tirganman faqat. Tushirishmagan, keyin bitta o'yin tushganimda shunday turkiyalik sponsorlar kelgan ekan, ko'rib turib sirazi keyin chaqirishdi. Endi kontrakt kam bo'lsa ham endi baribir o'zimni ko'rsatishni o'tib ketardim. Qaysi pozitsiyada o'ynaysiz aka? Ha? Polzashdi. Polzashda. Modriy nima deydi? Fayzullayev bilan Shomurodov. Ha. Ular boshqa komandada ular. Fenerbahçe. Başakşehirmi? Asaqa urish kerak. Gap yo'q aka. Mana shunaqa tanilaversin o'zbeklar. Da. Biz ham futbolimiz yaxshi bo'lib ketdi lekin. Angliya his qilyapti-yu, Angliya. Ammo uni gapiring. Bitta jangil o'rkib ber akalarga. To'pni Damiyo lekin mana. Damiyo to'pda bo'lmaydi. Bitta dribling qilib ber. Yo, Damiyo dribling qilib ber. Cho'toma. Men hozir balabol bo'lib qolaman. Yo'q, bundoq turib, boshqa orqasiga bundoq tushirib oladi. Ona kichkinada o'zimni teyib oladi. Ha bu qo'li bo'lsa, mana bahanasiga to'pni Damiyo akada esiz. Bitta aka, mana haddish ko'p turadi. Mana turib. Nima dedingiz hozir? Fan klub deyaptilar, men klub emasman, oka. Bitta dribling ko'rsa sen fan klubga chiqarish bor. Endi bu xonada dribling ko'rsatib bo'lmasa kerak. Voy ana. Mayllari xona kichkinada. Birga bir xonada bu yer. Aka, klubdilar ko'rib qolmasin, bekor. Ishana oring, tram olib bo'lsam bormi? Tugadi-yu. Aka maza qilib kelyapti. Yo'q. Yo'q, aka to'lagan puliga ish qilib kuyib qoldi deb o'ylanasiz. Bitta aytsinmi? Damiyo. Men qilib beray keyin, men qilib beraman. Bu menga ham o'xshamaydi. Men ham addushi, ammo futbolda yurganman. Aka siz undan men bo'pti. Aka ustida. Aka yo'qda. Dogurni boshqatdan qo'rsin siz. Bitta debsan men 100 ta tepaman aka. 100 ta tepaman bitta debsan. Mani bitta udarimni futbolistlar bo'lib tepib yuribdi demadingiz. Yo'q, mayli jigarlarim o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Suhbatlashib maza qildik. Rahmatdan uchun. Rahmatdan uchun. Rahmat suhbat uchun. Nima gap? Voy, tinch. Videomikin deb nima to'g'risi. Menga ham video Ha, videoga o'xshab birinchi xira bo'ldi. Biz siz Instagramda videolar qo'yarishadi, bitta qizning videosini qo'yib turib, keyin orqasidan. Yo'q, это я живая. O, bля, съемочный deb o'yladi. Da. Nima ish qilasiz, opa? Ismingizni ham so'ramadingiz, sразу ish qilasiz endi. Hayajon. Запись qilmayapsam yana, sizlarni bilaman-ku. Yo'q, siz Instagram chiqarmaymiz. Так, mayli, variant. Chiqaraveraylikmi? Да, вариант. Ладно, я не против. Jamaar o'tiring, nima u qochiyapsiz? Necha kirgan opa? Opam emasman, sizlardan ancha kichkina. Necha kirgan? Necha berasiz mashina qo'llashimga? 19, 20. Серьезно? Men 17 beraman. 16 ga kiraman. Nima qilishim? Shunday hisob kitob qilyapsan, men 23 ga kirgan bo'lsam, Necha farq bor ekan? Nima, sразу yomon xayollarga boryapsiz? Yo'q, ana. Yo'q, qayerlisiz? Angren. Angliya? Angren. Ha, Toshkent yo'lida Angren. Biz ham Angrenda yashaymiz, o'qiring. Ha, 32-dom. da, bilasizmi?
32-domda? 32A. Siz qayerda yashaysiz Angliyada? Birinchi domda yashayman men, Oltitor tarafda. Birinchi da bo'ldi, 604. Bu Da. chap taraf degan. Biz ancha jicha uzoqroq ekanmizlar. Siz nima hayotda nima ishlar qilasiz? Bir gapirib bering-chi, o'zingiz tanishtiring. Shu o'qiyman. Tam sport, shu такое всё. Qaysi sport bilan shug'ullanasiz? Muay Thai bilan shug'ullanaman. Muay Thai? Как раз мог'ulam taekwondo bilan shug'ullanadi. Ishani rostdan taekwondo bilan shug'ullanadi. Mana jolib. Oldin shug'ullanganman, men ham taekwondo bilan, потом забросила. Yaxshi tepasizmi? Hali shpagatlaringiz ochilganmi? Hani bitta ko'rsatingchi, men bilan ham keling. Да, конечно, сейчас. Ya, просто shpagat. Na telefon uzoqroqdaman, shpagatga o'tiraman. Uzoq gapirasan. O'tiraman bor meni. Qimirlamdan. O'tirib oldim, bo'ldi. Tiraman bor. Chap oyog'im qo'yib. Azak bu bolani tanimadingizmi? Yo'q, sizni lekin tanidim. Qanday bu bolani tanimaysiz? Bu bola mendan mashhurroq. Я его первый раз вижу, если честно. Avazoxonni taniysizmi? Tipa Да. komediya aytib chiqadi-yu. Да, да. Shogirdi bo'ladi, Avazoxonni. Yo'q. Aytma. Hijolat, rost, kulyapsiz. Ustoz so'katdi, mana qilib hammaga aytma. Просто Ommaviy jahonga kim aytib bilan qo'ygan. o'tirganimni tanishdim. O'zbekda konsertga chiqqanda Avazoxim shogirdi bilan hamma ham o'tira olmaydi-yu. Ishonasizmi? Vashe zo'r. Haligindaqa talantligi uchun olganda, hammani ham olaolmaydi. Davrik eshitaman. Voy bilan chap tarafda ekansan, ha dedi. Davrik ben nima deyapsiz siz? Eshitdingizmi siz ham? Chap tarafda deydimmi? Ya, g'alati gaplar. Danatashyapti-da. Davrik, simbalcha. Xullas, nima deyapti? Ha, haqiqiy talantligi uchun Avazoxni ham olganda, hammani ham olaolmaydi. Faqat qorinni ishlataman men. Cho'qmi yumor. Ishonmasangiz bitta yumor qilib beradi, o'zingiz bitta otsенить qilib berasiz. Bo'laveradi? Давай. Ha, tasavvur qiling. Ikkalamiz cho'lda ketyapmiz. Блядь, ну. O'zi ketdi. Aytib qo'yganman-da bunga. Cho'lda ketyapmiz. Cho'lda ketyapmiz ikkalamiz. Cho'lda ketyapmiz. Cho'lda ketyapmiz ikkalamiz. Cho'lda ketyapmiz. Cho'lda ketyapmiz ikkalamiz. Oldimizda ovqat yo'q, suv yo'q. Endi ancha ko'p yurib qo'yganmiz. Ketyapmiz. Yo'ldan non chiqdi. Kim yeydi nonni? Sutni yo'qotib qo'ydi menimcha. Yo'ldan non chiqdi. Kim yeydi nonni? Ikkalamiz ketayotgan bo'lsak, siz yeysiz. Xo'p, yana ketyapmiz. Faqat bir kishi yeydi, keyin yo'ldan suv chiqdi. Kim ichadi u suv? Man. Xo'p. Qayerdadir eshitganman, я вспомнить не могу. Просто конец я помню. Вот больше эсмде. Ну, ладно, давай дальше. Xo'p. Yo'ldan qopqon chiqdi. U yag'jichani qaro, yo'ldan qopqon chiqdi. Kim uni ko'tiga tiqib oladi? Shunaqada endi yumor tanlash kerak. Kim tiqadi? Ну вот. Bilaman. Man. Ko'tingizga qopqon tiqib